O'zi umuman boylik deganda biz to'g'ri bir narsani tushunishimiz kerak deb o'ylayman-da. Boylik bu Alloh tarafdan beriladigan bir ne'mat. Kim uchundir sinov. Alloh bizni kimnidir boy qilib, kimnidir kambag'al qilib, kimnidir aqlli qilib, kimnidir aqlsiz qilib, ya'ni kimnidir muvaffaqiyatli, kimnidir muvaffaqiyatsiz, kimnidir cho'loq, kimnidir sog'lom qilib Alloh sinaydi hammamizni, to'g'rimi? Eski boy, yangi boy degan tushunchalar bizga yaqin kunlarda kirib kelgan narsa-da, endi 15-20 yil orasida balkim kirib kelgan. Eski boy deganda birinchi navbatda omadli bo'lishgan, har bir boy inson bor ekanki, omadni ketidan qilgan mehnatining natijasida to'g'ri qo'yilgan niyat va bardavom harakat va qilgan xatolardan to'g'ri xulosa qila olish natijasida inson boy bo'lishi mumkin. Va Alloh bunga omad beradigan bo'lsa. Nazarimda eski boylarimiz o'sha vaqtida to'g'ri joyda, to'g'ri paytda paydo bo'lib qolishgan va to'g'ri oqimga tushib olishgan. Albatta, shunchaki to'g'ri oqimga tushib qolishi o'zi yetarli emas ko'p hollarda. Biz o'sha jarayondan to'g'ri foydalana olishimiz kerak. Imkoniyat berilganda uni mahkam ushlab, uni chiroyli davom ettira olishimiz kerak. Ko'p hollarda bizga imkoniyat beriladi, lekin biz uni o'sha berilayotgan imkoniyatni, yonib turgan narsani chetga surib qo'yib, boshqa narsaga chalg'ib ketamiz-da, boshqa narsa shirinroq tuyuladi ko'p hollarda. Va bugungi Z avlodda ham, в принципе, Z avlodda ham muammosi shunda. Oldida oqib turgan shirin suv qadri yo'q-da ularga. Ishlab turadi-da, bir narsani shu harakat qiladi, maromiga endi yetkazaman deb turganda, boshqa joydan bitta narsa uni chalg'itib qo'yadi-da, boshqa joyga o'tib ketadi. Bu yoqda ham xuddi shu holat qaytariladi. Bu boshqa joyda ham endi o'sha kerakli nuqtaga yetaman deganda, yana boshqa joydan qanaqadir sablazn paydo bo'lib qoladi. Uni chaqiruvchi qanaqadir bir faktor paydo bo'lib qoladi-da, boshqa joyga o'tadi. Ya'ni bu men o'ylayman, har bir o'sha Z avlodidagi yoshlar o'zini oyog'iga bolta urgandek gapda ko'p hollarda. Men ko'p ko'raman bunaqa narsalarni. Ko'p shogirdlarimizni ham muammosi shunda aslida. Boshqa tadbirkorlar ham kelishadi, mana xodimlarim ketib qolishyapti, boshqa qilishyapti. Ba'zida tadbirkorlarga alam qiladi. Nimaga? Chunki oddiy nihol bo'lgan paytida uni olib keladi-da, ekib qo'yadi. To uni daraxt bo'lgunigacha kutib, sabr qilib, uni xatolarini to'g'ri qabul qilib, yana parvarish qilib yuraveradiki, inshaalloh ertaga bu daraxt bo'lib qolsa, bu meni boqishni boshlaydi deydi. Men bu gapni aytganman qaysidir bir intervyuda. Ya'ni biz har bir tadbirkor bog'bonda aslida va bog' yaratishga harakat qiladi. Nihollardan daraxtlar yaratishga harakat qiladi. Lekin daraxt katta bo'lib, endi mevasini beraman degan paytda u olib chiqib mevasini qimmatroq supermarketda sotgisi keladi-da, o'zini olmasini. Lekin bog'i tark etib supermarketga sotishni boshlagan paytda ana undan keyin bog'bonni qadrini bilishni boshlaydi. Nimaga? Chunki supermarketda sadoqat degan narsa yo'q-da. Olmangiz ozgina kalibri boshqa-boshqami yoki ozgina qurtlaganmi, boshqa bo'lganmi? Yo'q, uzr bilan ishlamaymiz, sana moling kerak emas deydi. Va bu normal. Supermarketda ishi ham shu. Vaholanki o'sha bog'bon sana olmay qurt yeganmi, har xil kalibrdami, shirin emasmi olmay, nordonmi, farqi yo'q. Sani o'sha bog'bon o'stirib, katta qilib, o'sha qanaqayki meva bo'lsa ham uni ko'ziga shirin tuyulardi va sana mevangni bundan-da shirin qilishga harakat qilardi. Agar sen ozgina sabr qilib o'sha bog'da qolganingda edi. Degan narsani o'sha Z avlodni miyasiga qo'yish bugungi kunda qiyinroq bo'lyapti nazarimda. Tushunadigani tushunyapti. Ko'pchilik masalan hozir ko'ryapman, lekin bir tarafdan xursand qiladigan narsa qadriyat degan narsani yoshlarimiz tushunishni boshlashyapti sekinlik bilan. Qadriyatga ko'proq talpinishyapti. Ma'lum bir odamlarning qadriyatini, qiymatini tushunishni boshlashyapti. Va shu narsani tushungan yoshlar Z avlod birinchidan turg'un bo'ladi bitta joyda, consistency degan narsa, o'sha aniq bitta maqsad yo'lida jamoasi bilan birlashadi va o'zini o'sha ustoziga deylik sadoqatli bo'ladi.
Va aynan mana shunaqa yoshlar o'sha issiq sovuqqa chidagan, sadoqatni birinchi o'ringa qo'ygan, niyatni to'g'ri qilgan va eshitayotgan o'sha tanbehlardan to'g'ri xulosa qila olgan, sabr qila olgan, bitta joyda o'tirish san'atini o'zida tarbiyalay olgan Z avlodi nazarimda muvaffaqiyatli bo'ladi.